trenirovочный protsessda juda katta farq qiladi natural bilan ximikda trenirovkasi. Ya'ni sun'iy ravishda testosteron urilgandan keyin katta miqdorda, juda katta miqdorda tasavvur qilishingiz uchun tabiiy urovенdan 100, 200, 500 baravargacha ortiq urovenda urilgandan keyin bu gormonlarni atrobotka qilish kerak. Ya'ni organizmga singdirib, uni effektini olish kerak. O'shaning uchun ximiklar trenirovkaning ikkita parametrini, birinchisi intensivnost, ikkinchisi hajmi, ya'ni og'irligi bilan trenirovkaning hajmini, podxodlarning sonini ko'p bajaradi. Chunki gormon ko'p bo'lgandan keyin qancha ko'p trenirovka qilsa, shuncha ko'p o'sadi. Qayta tiklanishi ham shunga yarasha yaxshi bo'ladi, tez bo'ladi. Bu nima desam, o'ziga yarasha plus tomonlaridan. Ya'ni sen har kuni og'ir trenirovka qila olasan va o'sha trenirovkalardan qayta tiklana olasan. Steroidda senga bu narsaga yo'l beradi. Naturalda unaqangi resursi yo'q. Har doim aytganimdek, bundan oldingi videolarda aytganimdek, unaqangi cheksiz resursimiz yo'q. O'shaning uchun biza trenirovkaning hajmini, trenirovkaning intensivnostligini, qayta tiklanish qobiliyatimizni maksimalni hisobga olib, har bitta qadamimizni o'ylab bosishimiz kerak.